Bugun sizlarga shu yoshgacha qaysi davlatlarda sayohatda bo'lganligim haqida to'liqroq ma'lumot bermoqchiman. Ilk safarim 2018-yil Kirgiston davlatiga bo'lgan. Bu davlatning afzalligi viza juda ham tez chiqadi. Undan tashqari bu davlatga tashrif buyurishingiz bilan qo'shni chegaradosh davlatlar, ya'ni Idish-Tovoqlandiya, Superlandiya, Tozalandiyaga hech qanday hujjatlarsiz kirib chiqsangiz bo'ladi. 2018-yil Kirgiston davlatiga tashrifimdan so'ng 3 marta katta turga chiqqanman. Ya'ni bu davlat Radomobod davlati. Radomobod davlati bergan xotira, emotsiyani boshqa hech qaysi davlatdan topa olmaysiz. Va Radomobodga bo'lgan sayohatimni va bu sayohatdan olgan xotiralarimni hech qachon unutmayman. Men ko'zingizga issiq ko'rinayotgan bo'lsam, biz siz bilan yo Kirgiston davlatida yoki Radomobodda ko'rishganmiz. Ha, aytgandek, bu videoni Kirgiston davlatida sayohatda yurgan tanishingizga yuborib qo'ying va siz nechinchi yilda Kirgiston davlatiga tashrif buyurgansiz? Albatta, kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.